Xo'p, mana akalar, o'zini strategiyasiga ishonish ham o'zi bir san'atga kiradi. Misol uchun sizlar mana shu joyda yopib olishinglar mumkin edi. Men naborot bu joyda qo'shyapman. Pasta bilan albatta. Chunki bunday oqib kelganda bozor ko'ryapsiz, oqib kelyapti-da. Trendlarimiz bor, ichki trend. Bu yerda trend o'zgaryapti bu joyda. Shu joyda trend o'zgaryapti. Aytganim bo'yicha TP1 da oldik, TP2 Xudo xolasa urib beradi TP2 ni. Bu yerda M5 da Molot, ya'ni bolg'acha deyiladi. Candley strategiyasi bo'yicha bu joy. Mana bu tanasi bilan hozir yovorsa, bu hozir mana qizildi. Darsh ketishimiz mumkin yana. Rahmat, sog' bo'lasizlar.